Nurg'un do'stlarimiz bek qiziqadigan puloni qanday qilganda mana shunday nayt chiroyli sarg'aytib shug'ul bo'ldi degan do'stlar bugun mana eng tafsiliy qilish usuluna keldim. Qilish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur bugun alaysiz, ham o'rganish boshlaylik ketdik. Avval görüşünçili olayli, pulog'a görüş tanlash hammadan muhim. Shunga mening ishlatganim bo'lsa, pichakdanchidan xoli bo'lgan Elnoriniki shalug'li görüşü. Görüşni 20 minut atrofida issiq suv chilab qo'yamiz. Arqadan go'sht, piyoz va sabzlarni to'g'rab tayyor qilib olib, bugungi puloni zig'irmaydi etimiz. Ishlatganim bo'lsa, Elnorinin xamashani Qozog'istondan import qilib, haqiqiy organik o'lchimida 100% saf holatda ishlab chiqargan zig'irmaya. Mayni tuluq qizitib, go'shtni solib, ustiga bir qo'shq atrofi tuz solib, davomli qo'rib go'shtni bir qadar ko'ydirib olib, arqadan piyozni solib, davomli qo'rib suratdagidek mana musholat kelgandan keyin sabzini solamiz. Sabzni uzoq qo'rmaymiz do'stlar, faqat sabz bir qadar yumshoqchilay qo'rsak bo'ldi. Arliq ko'rib misha kepsa urug' tuqqanlar, qo'llash ustidan yurakdan birini bergash ko'rsanlar, qo'llig'ingizga rahmat. Sabz chukashkideklar suv quyib 10 minut atrofida qaynatgandan keyin suv chilab qo'ygan nuqni solib, yana tuvoqni yepib 10 minut qaynatib, pulon sarg'aytib chiqarish uchun 5 ta atrofida zapa, 2 qo'shq oq shirka va muvofiq miqdorda tuz solib, tuz ta'min tanshab 3 cho'mich atrofida suyini tatib olib, baya suv chilab qo'ygan go'shtni ustiga tekshi yeytib, tuvoqni yepib yana 10 minut atrofida qaynatib olib, baya tatib olgan sho'rpasini ustiga qo'yib, tuvoqni yepib yana tuvan o'tda 15 minut atrofida dumlab olib, ondan pulonning ustini birini aralashtirib o'tgandan keyin yuvib tayyor qilib olgan gullar va yemishlarni ustiga chechib, yana tuvoqni yepib, o'tning 5 minut tuvan tanshab yana 10 minut atrofida dumlasekla, bizning dani chiqqan, rangim shunday chiroyli chiqqan pullarimiz tayyor bo'ladi. Hamza oxirida qo'llash nayt oddiy urug' tuqqanlar. Haqsiz yurakdan birini besib, Piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.